Assalomu alaykum azizlarim. Bizni bir yil sog'intirib, muborak moh Ramazon oyimiz ham kirib kelmoqda. Allohim qodir qilsa shu 30 kun sizlar bilan birgalikda saharlik va iftorlikda ibodatga kuch bo'lguvchi ajoyib bir-biridan mazali taomlar tayyorlaymiz. Hozir esa yog'sizgina ovqatlarni yonga tortsa bo'ladigan ajoyib taomni birgalikda tayyorlaymiz. Oldindan elab olingan unga qattiq eritilgan sariyog', tuz va razg'ilchini solib, yumshoq xamir qorib olamiz va yarim soatga iliqroq joyga olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlaymiz. Bu o'sha hamma bilgan go'sht, kartoshka, piyoz va kerakli ziravorlar va 5-6 qoshiq o'simlik yog'i quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Dam olgan xamirimizni ikkiga bo'lib, har birini 6 ta zuvalaga bo'lib, yumaloqlab chiqamiz. Endi esa birma-bir zuvalalarimizni yoyib, ichiga farshlarni joylab chiqamiz va xuddi belashidek tugib olamiz. Mabodo bilmaydiganlar uchun videoda ko'rsatib ketdim. Og'zini sal kattaroq ochib, pishirish jarayonida ochilib ketmasligi uchun yaxshilab mahkamlab chiqamiz. Barchasini listga bir tekisda terib, atrofiga tuxum sarig'i surib, yana ham mazali bo'lib, sochni bo'lishi uchun har biriga bir bo'lakdan sariyog' solib chiqamiz. Va 180 gradusda 25-30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling. Ramazonda birgalikda bir-biridan ajoyib taomlar tayyorlaymiz.